Bu hikoya bir ona qo'lidan boshlanadi. Oddiy uy oshxonasida mehr bilan yoyilgan birinchi xamir. Oddiy paketga solingan birinchi mahsulotdan. Ko'p sinovlar bo'ldi. Ko'p marta urindik. Hatto hammasidan voz kechmoqchi ham bo'ldik. Ammo har kuni oldinga bir qadam bor edi va o'sha qadamni bosish uchun kuch topardik. Har bir mahsulot mukammal bo'lmaguncha qayta tayyorladik, qayta sinadik. O'zimizga yoqmagan ta'mni boshqalarga hech qachon ravo ko'rmadik. Bugun esa shu mehnat, shu izlanishlar minglab oilalarning dasturxonidan o'z o'rnini topmoqda. Visola shunchaki mahsulot emas, 16 yillik mehnatdan yaralgan